Şu Uyghur tilida ikkinchi shaxsni atashda boshqa tillarga selishtirganda, ya'ni men o'rganib bakkan boshqa tillarga selishtirganda ishlatilgan usul ikkinchi shaxsga, ya'ni ikkinchi shaxsni atashda biroz nozukkan, ham turi ko'pkanda. O'ylab baksam eng az deganda 5 ni bo'ladi ekanman. Masalan, sen, siz, sizlar o'zlari. Onundan başqa üçüncü şəxsin köplüyü, sizlər deganni işiltib, ikkinchi şəxs birlikka işiltimiz. Ana birinci şəxsinin köplüyü, yəni biz deganni işiltib, ikkinchi şəxs, yəni sen, siz deganni kishiga işiltalar ekanmiz. Endi bu ikkinchi şəxsni ashunaq 5 xil atash, yəni cümlelerni qarashtirganda, cümlelerni degan vaqtimizda 5 xil o'xshamaydigan halatda, usulda atash nima tarafidan belgilandi ekan deganda qarshi taraf bilan bo'lgan munosabatimiz, ijtimoiy aloqamiz, qarshi tarafning yeshi, jinsi, undan boshqa ijtimoiy o'rni, jamiyat tutgan o'rni qatorliq nurg'un inchki taraflardan, undan boshqa yana bizningki o kishi bilan bo'lgan tonish tariximizning qanchalik ekanligi qatorliq nurg'un inchki halqalardan keyin andin shakllandi ekan yoki kallimizda shundoq shakllantirdi ekanmizda. Masalan, tabiiyla bir odamni sen deyish uchun ikki xil shart kerak ekan. Biri u odam bilan alohida yaqin bo'lishimiz kerak ekan. Sen desak bir xil yaqinlikning ifodasi. Ya'ni biri u odam bilan hech qanday yaqin emas, tanishmaymiz, lekin faqat u odam bilan yangi ko'rishdik, shundoqla sen deyish orqali uni hurmatlash, izzatlash tuyg'umizmi ancha balki aniqsiz bir holat ekanda. Endi ikkinchi xil shakli, holati, ya'ni ikkinchi shaxsni atashning siz. Siz ko'pincha vaqtlarda biz hurmatlagan yoshga cho'ng kishilar yoki yoshga kichik izzatlagan kishilar yoki yeshimiz tang bo'lsa-mu, ya'ni hurmat, izzat bilan aloqamiz bak alohida sen deydigan yerga berib yetmagan holatdagi kishilarni siz deydi ekanmiz. Endi uchinchi xili sizlar o'zlari. Voy, kaslar, o'taslar, choy ichsizlar degan ekanmiz. Men Qashqarda cho'ng bo'lganligim uchun sizlar o'zlari menga intayin nima deymiz endi, menga singib ketganda. Bu sizlar o'zlarini bumi o'xshamaydigan odamlar bilan nozik holda ishlatamiz endi. Yoshga cho'ng kishilarni hurmatlaganda sizlar o'zlari deymiz yoki yoshga kichik kishilarni hurmatlaganda sizlar o'zlari deymiz yoki tang tushlarni hozir degandek yaqin aloqani bo'lib bak hurmat, izzatdan o'tib intayin yaqin chaqchaqlashadigan kelgan vaqtda endi sen o'zgarib ketgan bo'lsak, uning oldida sizlar o'zlari deydigan bir holatda endi. Bu uchinchi xil, ya'ni sizlar o'zlari. Endi to'rtinchi xili uchinchi shaxs ko'plik, ya'ni sizlar. Kelmamsizlar, voy nima ish qilyapsizlar, qanday ahvolinglar, yaxshi turyapsizlar. Bu qandaq vaqtda ishlatamiz deganda, mening tushuncham bo'yicha bu qarshi taraf bilan tang tush bo'lgan vaqtimizda ham bak o'zimiz u qarshi tarafni bak yoshga cho'ng yoki bak hurmatga cho'ng demasakmi, demagan vaqtda yoki bak yoshga kichik bo'lib ketib, bak izzatini qilmagan, ya'ni izzatini qilmasaqmi bo'ladigan, ya'ni o'zimiz tang tush ko'rgan vaqtimizda bunday qilmamsizlar, bunday aytmamsizlar deydi ekanmiz. Endi 5-chi xil shakli, ya'ni biz shakli, ya'ni bunday qilmamdoq, bunday aytmamdoq, bunday qilamdoq, qildikmi degandek, kelayli degandek. Bu qandaq deganda bu bir nozuk holati, ya'ni qarshi tarafga siz ko'pincha vaqtlarda yeyishingiz yeshi sizningki qarshi tarafdan cho'ngroq bo'ladi, qarshi tarafning yeshi kichikroq, lekin siz o qarshi tarafga qaysi ikkinchi shaxs qaysi holatda muomala qilishni qaror qilayotgan yoki shu jarayonda bo'layotgan vaqtda ishlatiladigan bir holat. Endi kinoyalik yerlarmi bor,
yana intayin nozik taraflarimi bor. Demak, o'ylab baqsam, ingliz tilida birli sanbakin yana kitobiy holatdagi qadimgi sanlarni o'z ichiga olmaganda hozir kundalik turmushda bir xil san you deydi ekanmiz. Jiq kishilar qiynalib ketmaydi ekanda. Endi Uyg'ur tilida nozik o'xshamaydigan ijtimoiy muhit, sharoit, holat, tiplarga qarata o'xshamaydigan ikkinchi shaxs kalimalarini yoki jumlalarni tuzashga to'g'ri kelgan. Bu amaliyotda shu qarshi taraf bilan bo'lgan munosabatimizning qanaqa ekanligi bilan belgilanadi ekan. Endi bu o'zimning tushunchamni so'zlab baqayerim. Agar xohlasanglar, sizlarmi o'zinglar o'sib yetilish jarayonida his qilgan bilganlaringlarni men kam so'zlab qo'ygan nuqtalarni ostiga yozib qoldirsanglar, bundaq ko'ngillik shunaq paranglarni qilib baqsaq, til madaniyati to'g'risida deb o'ylab buni chiqarib beqishim xayr xo'sh.